Assalomu alaykum, bizni uzoq yaqindan kuzatib turgan aziz obunachilar bormisiz, omonmisiz? Azizlar, hozirda biz Farg'ona viloyati Marg'ilon shahar Mustaqillik ko'chasida joylashgan Centrum Holidays o'zining rasmiy litsenziyasiga ega bo'lgan tur firmasining rasmiy ofisida azizlar. Xo'p, azizlar, uzr bir minut, hozir operatorlikka telefonimni bog'lab olganman. Alo, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Centrum Holidays. Reklama bo'yicha telefon qilyaptim. Umraga jo'natasizlar, a? Aha, jo'natamiz opajon. Hop, men Farg'onadan telefon qilyapman. Ayam bilan dadam umraga jo'natmoqchi edim. Aha, bo'ldi opajon, xudo xolasa. Qachonga reyslaring bor? Xo'p, reyslarimiz har haftani seshanbaga Toshkent Jidda, haftani har chorshanbaga Farg'ona Jidda yo'nalishli reyslarimiz bor opajon. Bizga Farg'ona kerak edi. Bo'ldi, qilib beramiz Farg'ona reyslarimizdan. Bor joylarimiz opajon. Ha, menga sharoitlarini aytib bering. Endi yoshlari kattaroq odamni jo'natyapman-da. Bo'ldi opajon, sharoitlari xo'p. Bu yerdan biz jo'natib yuboramiz sizni. Aqda 50 boshlar o'zlari kutib olishadi aeroportda opajon. Hop. Madinada gastnitsalarimiz bor, 4 yulduzli gastnitsalar, oraliq masofasi 250-300 metr bo'ladi opajon. Makkada 800 metr, 900 metr oraliq masofa chiqadi gastnitsadan haramgacha opajon. Piyoda yursa bo'ladimi? Bemalol piyoda yursa bo'ladi, 10-12 minutlik yo'l opa. Avtobusi ham bor, a? Avtobuslari ham bor opajon. Keyin gastnitsalarimizda opajon 2 mahal o'zbek milliy taomlari Madinada beriladi. Hop. Makkada 3 mahal o'zbek milliy taomlari beriladi opajon. Ha, qarang, hozir yoshi katta bularda. Aha. Gastnitsalarning xonalari necha kishilik? Xonalari opajon 2 kishilik, 3 kishilik bor xonalari opajon. Ha, 2 kishilik xona ham qilib beraverasizlar, a? Qilib beramiz opajon. Ha, endi narxlaring qancha bo'lyapti Farg'onadan tushdi? Xo'p, Farg'onadan uchishga narxlarimizni $1050 dan qilib beryapmiz opajon. Chegirmasi bormi? Qilib beramiz chegirmalar xudo xolasa opa. Ha, aniq qilib berasizlar, a? Qilib beramiz opam chegirmalarni. Xo'p, qachonga uchish kerak o'zi sizga opa? Xudo xolasa mana shu kelayotgan chorshanba kuniga mo'ljallayapmiz. Pasportlari ham tayyor. Biz pasport tashlashimiz kerakmi sizlarga? Ha, Telegramdan opa menga pasportni rasmlarini tashlab yuborsangiz, ba'dan biz tomonidan tuzilgan shartnoma bor. Biz Centrum shot raqamlarini tashlaymiz sizga. To'lovlarni amalga oshirsangiz yoki bo'lmasam haligi boshlanish to'lovi bo'ladi-ku. O'shani to'lasiz, shartnoma hal bo'ladi, tuziladi opa. Hop, bizniki Farg'onada, Marg'ilonda ekan ofislaring borsa bo'laveradimi? Bo'laveradi opa. Marg'ilonda O'ramda joylashgan ofisimiz. Bemalol kelib, Centrum rasmiy kassalari bor. To'lovlarni amalga oshirsangiz bo'ladi. Zagran pasportingizni olib olasiz opajon. Biz tomonidan tuzilgan, Zagran pasportni olib olish kerak. Biz tomonidan shartnoma tuziladi. To'lovlarni amalga oshirsangiz, shartnomangizni olib, o'sha kunga xudo xolasa aeroportda ko'rishamiz opajon. 50 boshlarimiz tajribali, xudo xolasa aeroportda kutib olib, hamma yo'qni ziyoratlarni o'rgatib, ko'rsatib, bozorlarga olib borib, sayohatlarga, ziyoratlarga olib chiqib, o'zlari bosh bo'lishadi opajon. Ha, keyin buvami oyoqlari og'rirdi-da. Aha. O'shanga mana haramda aylanayotganda kalaskada olishimiz kerakmi yo kalaskalaring bormi? Ishlatib turib qaytarib beraverardik. Xo'p, opa, kalaskalarimiz bor. Bemalol ishlatib qaytarib bersangiz bo'laveradi. Ha. Uni ustidan tash tortmasangiz bo'laveradi opa. Ha, qachongacha ishda bo'lasizlar? Bugun o'tishaymi yo ertaga o'taylikmi? Bir o'zlaring bilan ko'rib gaplashib, litsenziyalaringni o'shalaringni ko'rib, muomala qilar desa, hozir bilasiz-ku, anaqa firmalar ko'payib ketgan, odam qo'rqadi jo'natgan. Bo'ldi opa. Xo'p, ofisda biz Marg'ilonda O'ramda ofisimiz, bemalol soat 5 gacha kelishingiz mumkin. Xo'p, bolalar, bo'lmasam shu nomeringizda Telegram bor-a? Telegram bor opa, shu nomerga Telegramga kirib, pasportlarini tashlab qo'yaman. Pasportlaringizni tashlab olsangiz, Telegramimga lokatsiya tashlab berasizmi? Tashlab beraman opam lokatsiya. Xo'p, rahmat, sog' bo'ling. Yana telefonlashamiz. Aha, xo'p bo'ladi opam. Xo'p, sog' bo'ling opa. Hurmatli aziz yurtdoshlar, uzr ming bor operatorlikka bog'lab olgandim. Mana guvoh bo'ldilaring o'zlaring. Ana shunday bog'lanib bir-birimiz bilan muloqot qilib
bemalol ishonarli turfirmalardan biri, litsenziyalarimizga ega bo'lgan firmalardan biri. Bemalol ekraningizdagi raqamlarga qo'ng'iroq qilib, o'zingizni qiziqtirgan savollarga javob olishingiz mumkin hamda o'zingiz bron qilishingiz mumkin azizlar. Xo'p, bugungi video syomkamiz tamom. Keyingi videolarda ko'rishguncha sog' bo'ling, salomat bo'ling.